Hurmatli chorvadorlar, sizga ajoyib taklif bilan Andijon Korum taklif qilamiz. Xudo xolasa bugun Adhamboy akamni fermasiga tashrif buyurganmiz. Adhamboy aka 15 yildan beri buqa boqadilar va aka qanaqa yem berasiz? Biz granula beramiz. Granula o'zimiz tayyorlaymiz. Ha, o'zingiz tayyorlagan granula. O'zimiz tayyorlagan granula, keyin silyozga somonni aralashtirib beramiz. Ha, silyozga somon aralashtirib beramiz. Bu yerda biz ya'ni kontrol uchun, sinov uchun 3 xil molni, mana 3 ta molni tanladik. Adhamboy akam boshida taklif qilganimda qanday bo'lar ekan deydi va sinov asosida mana 3 xil molni xohlasanglar skrinshot qilib olinglar. Xohlasanglar videoda xudo xolasa davomini kuzatinglar. Bu mol mana yemni oshirib ham qo'yapti. Biz bu yangi tashlagan molingiz aka? Yangi tashalgan, xudo xolasa vitabaza vitamini qo'shilgan o'sha 200 gramm 100 kilo yemga Andijon Korum, ya'ni xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab harakat qilamiz yetkazishga. Nomerlarni yozib olasizlar, telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Shu 3 tani natijasini qo'yib boramiz. Adhamboy aka, men sizga ishlasa demadim, 15 yildan beri boqamiz dedingiz. O'zingiz tanladingiz shu 3 tani sinaymiz dedingiz, 3 tani tanlaymiz. Endi qolganini o'zingiz ratsioningizda boqasiz, bu 3 tani bizni ratsionimizda boqasiz. Bo'laveradi. Hozir bularga boshlanishiga ertalab 2 kilo, kech payt 2 kilo beramiz. 10 kun, 15 kunda xudo xolasa natijasini ko'rsatamiz. Qolganlaridan tulovlari, hammasi ishtahalarini, ya'ni vazn olishlarini ko'rsatib boramiz. Bo'laveradi. O'zingiz qanaqa yem berasiz aka? O'zimiz granula beramiz. Ha, o'zingiz oddiy, o'zingiz tayyorlagan granula beramiz. Xo'p, Keyin silyoz beramiz, somon. Granulangizni tarkibini ayting aka. Granula tarkibida makka, bug'doy, keyin tuz bor, chigit bor, yeryong'oq po'choq, kepay bor. Kepay bor. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, biz Andijon Korumimiz mahsulot xudo xolasa ekranlarga ya'ni tarkibini ham qo'yib boramiz, nima qo'shishimizni. Siz buni natijasini ko'rasiz aka. Albatta obuna bo'lishni unutmanglar. YouTube, Instagram bosish esdan chiqmasin. Albatta aka. YouTube, Instagramda obuna bo'linglar. Natijalarni kuzatib borish uchun chorvangizga Alloh baraka bersin. Hammanglarni xudo xolasa chorvalar ko'payib, barakali bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar.